Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, hurmatli nafaqaxo'rlar va yaqin kelajakda nafaqaga chiqishni rejalashtirayotgan do'stlar. Bugun men siz bilan hayotingizga bevosita ta'sir qiladigan, moliyaviy barqarorligingiz va kelajagingiz uchun juda muhim bo'lgan bir masalani muhokama qilaman. Bu shunchaki bir maslahat emas, balki har bir nafaqaxo'r yoki nafaqaga chiqishni o'ylayotgan shaxs uchun zarur bo'lgan dolzarb chorlovdir. Agar siz nafaqa olishda kamchiliklarga duch kelayotgan bo'lsangiz yoki shunchaki o'z huquqlaringizni bilmoqchi bo'lsangiz, unda bu video aynan siz uchun. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'lishni unutmang va bu videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotlar juda ko'pchilikka yetib borishi kerak. Va esingizda bo'lsin, ma'lumotnoma bu shunchaki qog'oz emas, balki sizning munosib kelajagingiz kafolati bo'lishi mumkin. Muammoning mohiyati oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi, keling avvalo pensiya ta'minoti tizimimiz qanday ishlaganiga va hozirda qanday o'zgarishlar ro'y berganiga to'xtalib o'tamiz. An'anaviy pensiya tizimida sizning butun ish stajingiz, ya'ni ishlagan davrlaringiz va kasbingiz asosan birgina hujjatda, mehnat daftarchasida qayd etilgan. Bu daftarcha sizning butun ish hayotingizni aks ettiruvchi asosiy hujjat bo'lib, pensiya tayinlashda deyarli yagona manba edi. Siz qayerda ishlaganingiz, qancha vaqt ishlaganingiz, qaysi lavozimda bo'lganingiz va qancha maosh olganingiz kabi barcha muhim ma'lumotlar o'sha qog'oz daftarchada muhrlangan edi. Pensiya tayinlashda shunchaki mehnat daftarchangizni taqdim etardingiz va pensiya jamg'armasi xodimlari undagi yozuvlarga asoslanib sizning pensiyangiz miqdorini hisoblab chiqarishardi. Ammo aziz do'stlar, vaqt o'z joyida turmaydi. Texnologiyalar rivojlanishi bilan birga davlat xizmatlari va pensiya ta'minoti tizimi ham raqamli transformatsiyani boshdan kechirmoqda. Hozirda biz axborot texnologiyalari davrida yashayapmiz va ko'plab ma'lumotlar elektron shaklga o'tkazilmoqda. Bugungi kunda pensiya jamg'armasi sizning ish stajingizni asosan elektron bazalar, jumladan soliq idoralari va bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tomonidan yuritiladigan elektron mehnat daftarchalari tizimidagi ma'lumotlarga tayanib hisoblaydi. Bu bir tomondan juda qulay. Chunki ko'plab byurokratik to'siqlar yo'qoladi, navbatlar kamayadi va ma'lumotlarni tekshirish tezlashadi. Sizning ma'lumotlaringiz onlayn tarzda osongina topiladi va pensiya tayinlash jarayoni ancha soddalashadi. Lekin aynan shu yerda muammo paydo bo'ladi. Elektron tizimlar afsuski har doim ham mukammal emas. O'tish davrida, ya'ni qog'oz mehnat daftarchasidan elektron tizimga o'tish jarayonida ko'plab bo'shliqlar paydo bo'lishi mumkin. Sizning eski mehnat daftarchangizdagi har bir yozuv to'liq va to'g'ri raqamlashtirilganiga kafolat yo'q. Tasavvur qiling, siz 3 yil davomida turli tashkilotlarda ishlagansiz va ulardan ba'zilari hozirda mavjud emas. Yoki ularning arxivi noto'g'ri saqlangan, yoki ehtimol sizning ishingizning o'ziga xos sharoitlari, masalan, zararli sharoitlarda ishlash, qishloq xo'jaligida ishlash, bolalarni parvarishlash davri harbiy xizmat mavjud bo'lgan. Ammo bu holatlar mehnat daftarchangizda to'liq aks etmagan bo'lishi mumkin. Natijada pensiya jamg'armasi xodimlari elektron tizimdagi mavjud ma'lumotlarga asoslanib pensiya hisoblashadi va agar bu ma'lumotlar to'liq bo'lmasa, siz kutganingizdan ancha kam pensiya olishingiz mumkin. Bu yerda bizning bugungi videoning asosiy mavzusi bo'lgan hujjat. Ma'lumotnomaning roli juda muhim. Bu ma'lumotnoma sizning ish stajingizning yetishmayotgan qismlarini tasdiqlovchi yoki maxsus sharoitlarda ishlaganingizni isbotlovchi qo'shimcha hujjatdir. U elektron tizimlardagi bo'shliqlarni to'ldirishga, to'g'ri yozuvlarni tuzatishga va sizning pensiyangizni haqiqiy ish stajingiz va mehnat sharoitlaringizga muvofiq ravishda hisoblashga yordam beradi. Bu hujjat sizning ish stajingizning har bir kunini qadrlash imkonini beradi. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak, kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanmasligi kerak, keling batafsilroq tushuntiraman. Aynan qanday ma'lumotnoma haqida gap ketyapti va uni kimlar olishi kerak. Bu yerda biz ma'lumotnoma deganda sizning mehnat daftarchangizda qayd etilmagan, lekin pensiya hisoblash uchun muhim bo'lgan ish staji davrlarini yoki maxsus mehnat sharoitlarini tasdiqlovchi hujjatni nazarda tutyapmiz. Bu hujjat, masalan, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma, ish stajini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasi yoki zararli mehnat sharoitlarida ishlaganlikni tasdiqlovchi hujjat bo'lishi mumkin. Ba'zida hatto farzandni parvarishlash bo'yicha ta'til davrini tasdiqlovchi hujjat ham ushbu ma'lumotnoma turiga kiradi. Agar bu davr mehnat daftarchasida aniq ko'rsatilmagan bo'lsa, kimlar xavotirlanishi kerak? Biri,
mehnat daftarchasi yo'qolgan yoki yaroqsiz holga kelgan fuqarolar. Tasavvur qiling, Ma'rifat opa 1960 yillardan boshlab turli tashkilotlarda ishlagan. Uning mehnat daftarchasi suv ostida qolgan yoki tasodifan yo'qolib ketgan. Yoki mana bitta misol. 2005 yilda Sharq Tongi fabrikasida ishlagan Dilshod aka. Fabrika 2010 yilda bankrot bo'lib yopilgan. Dilshod akaning mehnat daftarchasiga oxirgi ish joyi haqida yozuv tushirilmagan. Endi uning 5 yillik staji yo'qolib qolgan hisoblanadi. Bu holatda Dilshod akaga aynan shu fabrika arxividan ish stajini tasdiqlovchi ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Agar u bu ma'lumotnomani olmasa, uning pensiyasi o'sha 5 yillik stajsiz hisoblanadi. Bu esa har oyda kamida 1 million so'mga kamroq pensiya olishini anglatadi. Yiliga 6 million so'm, 10 yilda 6 million so'm yo'qotish demakdir. Mehnat daftarchasidagi yozuvlar noto'g'ri yoki to'liq emas bo'lgan shaxslar. Faraz qilaylik, Nazira opaning mehnat daftarchasida 1995-2000 yillardagi ish joyi nomi xato yozilgan. Masalan, paxtakor korxonasi o'rniga paxtachi korxonasi deb yozilgan. Yoki ishga kirish va chiqish sanalari noto'g'ri ko'rsatilgan. Ba'zida esa umumiy ish staji hisobida 5 yilga farq bo'lishi mumkin. Yoki Abdulla aka 1998 yildan 2003 yilgacha bir korxonada ishlagan, lekin mehnat daftarchasiga faqat 1998 yilda ishga kirganligi yozilgan. Ishdan chiqqanligi haqida hech qanday yozuv yo'q. Bunday holatda uning 2003 yilgacha bo'lgan staji isbotlanmaydi va pensiya hisobida faqat 1998 yilgacha bo'lgan davr hisobga olinadi. Agar Abdulla aka aynan o'sha korxonadan 1992 yildan 2003 yilgacha ishlaganligi haqida ma'lumotnoma olsa, uning pensiyasi har oyda ehtimol 1000 so'mga o'sishi mumkin. 3. Maxsus mehnat sharoitlarida ishlagan shaxslar. Bu juda muhim nuqta. Masalan, konchilikda, kimyo sanoatida yoki boshqa zararli va og'ir sharoitlarda ishlaganlar. Bu turdagi ishlar pensiya yoshini pasaytiradi va yoki pensiya miqdoriga qo'shimchalar beradi. Misol uchun, Botir aka 15 yil davomida kimyo zavodining zararli sexida ishlagan. Uning mehnat daftarchasida faqat muhandis lavozimi yozilgan, lekin zararli sharoitlarda ishlagan degan maxsus yozuv yo'q. Elektron tizim bu ma'lumotni o'qiy olmaydi. Agar Botir aka zavoddan 15 yil davomida zararli sharoitlarda ishlaganligi haqida maxsus ma'lumotnoma olmasa, u imtiyozli pensiya huquqidan mahrum bo'ladi va pensiya yoshiga 5 yil keyinroq chiqishi mumkin. Shuningdek, pensiya miqdori ham ancha kam bo'ladi. Bu uning uchun nafaqat moliyaviy, balki hayotiy yo'qotishdir. 4. Bolalarni parvarishlash bo'yicha ta'tilda bo'lgan ayollar uchun bola parvarishlash ta'tili. Ya'ni dekretdagi davrlar ham umumiy ish stajiga qo'shiladi. Lekin ba'zida bu davrlar mehnat daftarchasida aniq ko'rsatilmasligi yoki xato yozilishi mumkin. Masalan, bir ayolning 2 ta farzandi bor va har bir farzand uchun 30 yil, umumiy 6 yil ta'tilda bo'lgan. Agar bu davrlar aniq ko'rsatilmagan bo'lsa, u pensiya hisobida 6 yillik stajdan mahrum bo'ladi. Bu esa uning pensiyasini sezilarli darajada kamaytiradi. 5. Harbiy xizmatni o'tagan yoki boshqa davlat xizmatlarida bo'lgan shaxslar. Ba'zida harbiy xizmat davrlari ham umumiy stajga to'liq kiritilmay qolishi mumkin, ayniqsa eski harbiy biletlar va yozuvlar bilan. Chet elda rasman ishlagan fuqarolar. So'nggi yillarda ko'plab fuqarolarimiz chet elda rasman mehnat faoliyatini olib borishmoqda. Agar ular o'sha mamlakatlardagi ish stajini tasdiqlovchi hujjatlarni, masalan, ish beruvchidan ma'lumotnomalar, ish haqi to'g'risidagi hujjatlar taqdim etmasalar, bu davrlar O'zbekistondagi pensiya hisobiga kirmasligi mumkin. O'zbekistonning ayrim davlatlar bilan ijtimoiy ta'minot sohasida kelishuvlari mavjud bo'lsa-da, bu jarayon hali to'liq avtomatlashmagan. Kimlar xavotirlanmasligi kerak? Agar sizning butun ish stajingiz to'liq va aniq ravishda mehnat daftarchangizga kiritilgan bo'lsa, barcha yozuvlar o'chirilmasdan aniq va tushunarli bo'lsa, shuningdek, barcha ma'lumotlar elektron bazada aks etgan bo'lsa, buni Davlat xizmatlari markazidan yoki Xalq bankining pensiya bo'limidan tekshirishingiz mumkin. Unda sizga qo'shimcha ma'lumotnoma olish zarurati bo'lmasligi mumkin. Agar siz pensiyangizni to'liq miqdorda olayotgan bo'lsangiz va sizning ma'lumotlaringizda hech qanday xato yo'qligiga ishonchingiz komil bo'lsa, unda sizga hozircha bu masala dolzarb bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir har ehtimolga qarshi o'z ma'lumotlaringizni tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizning elektron stajingiz to'g'risidagi ma'lumotlarni berishga majburdir. Asosiy qism 2. Qoidalardan istisnolar
tuzoqlar va noaniq nüanslar, bu yerda siz e'tibor berishingiz kerak bo'lgan ba'zi muhim istisnolar, tuzoqlar va noaniq nüanslar mavjud. Bir, korxona tugatilgan yoki qayta tashkil etilgan bo'lsa, bu eng keng tarqalgan muammolardan biridir. Tasavvur qiling, siz 1990-yillarda ishlagan korxonangiz hozirda mavjud emas. Bunday holatda ma'lumotnomani qayerdan olasiz? Bu yerda arxivlarga murojaat qilish kerak bo'ladi. Har bir korxona tugatilganda uning xodimlariga oid hujjatlar, mehnat shartnomalari, buyruqlar, ish haqi, hisob kitoblari mahalliy yoki davlat arxiviga topshiriladi. Misol uchun, Guliston tikuvchilik fabrikasi 2000-yilda yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari viloyat davlat arxiviga topshirilgan bo'lishi kerak. Siz o'sha arxivga ariza bilan murojaat qilib, o'z ish stajingizni tasdiqlovchi ma'lumotnoma talab qilishingiz mumkin. Bu jarayon biroz vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun pensiyaga chiqishdan ancha oldinroq bu ishni boshlash tavsiya etiladi. Ba'zida hujjatlar arxivga topshirilmagan holatlar ham bo'ladi. Bu esa ishni murakkablashtiradi. Bunday hollarda sud orqali ish stajini tasdiqlash yo'li ham mavjud. Bu ancha murakkab yo'l. Lekin ba'zida yagona chiqish yo'li bo'lishi mumkin. Ikki mehnat daftarchasidagi muhr muammosi. Ba'zida eski mehnat daftarchalarida muhr tushunarsiz bo'lishi yoki umuman muhr bo'lmasligi mumkin. Muhrning aniq bo'lmasligi yoki yozuvlarni to'g'ri tasdiqlamasligi. Ba'zi davrlarni pensiya hisobida inobatga olinmasligiga olib kelishi mumkin. Bu holatdan o'sha tashkilotdan agar u mavjud bo'lsa yoki arxivdan ma'lumotnoma olish lozim. O'ti ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma. Pensiya miqdorini hisoblashda ish stajidan tashqari sizning ish haqingiz ham muhim rol o'ynaydi. Ba'zida pensiya jamg'armasi sizning eng yuqori maosh olgan 5 yil davridagi ish haqingizni tasdiqlovchi ma'lumotnomani talab qilishi mumkin. Ayniqsa bu ma'lumotlar elektron bazada to'liq aks etmagan bo'lsa. Agar sizning ish haqingiz eski ma'lumotlar bo'yicha to'g'ri kiritilmagan bo'lsa, siz pensiya tayinlashda yo'qotishlarga duch kelishingiz mumkin. Masalan, Botir akaga 1990-yillarda 2500 so'm maosh yozilgan, ammo o'sha davrdagi o'rtacha maosh 5000 so'm edi. Elektron tizim buni xato deb qabul qilib, o'rtacha ko'rsatkichni oladi. Bu esa uning pensiyasini kamaytiradi. Shu sababli ayniqsa 2005 yilgacha bo'lgan davrdagi ish haqingiz haqidagi ma'lumotlarni yig'ishga e'tibor bering. O'sha davrlardagi buxgalteriya hujjatlari yoki ish haqi hisob-kitob varaqalari juda qimmatli bo'lishi mumkin. 4. O'z-o'zini band qilgan fuqarolar va tadbirkorlar. Bugungi kunda ko'plab fuqarolarimiz rasman o'z-o'zini band qilgan yoki tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanmoqda. Ularning ish staji soliq to'lovlari asosida shakllanadi. Biroq pensiya tayinlashda bu davrlar to'g'ri hisobga olinishini ta'minlash uchun soliq idoralaridan to'langan ijtimoiy soliqlar to'g'risidagi ma'lumotnomalarni oldindan tayyorlab qo'yish maqsadga muvofiqdir. 5. Muddatlar va sanalar. Pensiya olish huquqingizni tasdiqlovchi hujjatlarni imkon qadar tezroq yig'ishga harakat qiling. Qancha kechiktirsangiz, arxivlardan kerakli hujjatlarni topish shunchalik qiyinlashadi. Chunki hujjatlar eskiradi. Yo'qolishi yoki noto'g'ri arxivga joylashtirilishi mumkin. Pensiya tayinlash uchun hujjat topshirish muddatlari ham mavjud. Agar siz pensiya yoshiga chiqqaningizdan keyin 1 yildan kechikib murojaat qilsangiz, siz 1 yillik pensiyadan mahrum bo'lishingiz mumkin. Chunki pensiya odatda murojaat qilingan kundan boshlab tayinlanadi. 6. Ish stajiga qo'shiladigan davrlar. Nafaqat ish staji, balki oliy o'quv yurtida o'qish davri, faqat kunduzgi bo'lim, harbiy xizmat davri, bolani parvarishlash bo'yicha ta'til davri ham ish stajiga qo'shiladi. Bu davrlar uchun ham tegishli ma'lumotnomalar, diplom nusxasi, harbiy bilet, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma talab qilinishi mumkin. Ularning barchasini oldindan tayyorlab qo'yish zarur. Amaliy maslahat, tomoshabin nima qilishi kerak? Endi eng muhim qismga o'tamiz. Sizning pensiyangizni to'liq olishingiz uchun qanday amaliy qadamlarni amalga oshirishingiz kerak? Siz bu yerda bir nechta aniq harakatlar rejasini topasiz. Birinchi qadam, mavjud hujjatlaringizni ko'rib chiqing va tahlil qiling. Dastlab o'zingizning mehnat daftarchangizni diqqat bilan ko'rib chiqing. Undagi har bir yozuvni o'qing. Ishga kirish va chiqish sanalari, korxona nomlari, lavozimlar to'g'ri yozilganiga ishonch hosil qiling. Hech qanday xatolar, o'chirishlar yoki tushunarsiz yozuvlar yo'qligiga ishonch hosil qiling. Agar sizda bir nechta mehnat daftarchasi bo'lsa, masalan, birini yo'qotib, ikkinchisini ochgan bo'lsangiz, ularning har birini sinchiklab tekshiring. Shuningdek, pensiya guvohnomangizni agar bor bo'lsa,
va boshqa ish stajingizni tasdiqlovchi hujjatlarni, masalan, diplom, harbiy bilet, tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar ko'rib chiqing. Sizda qaysi davrlar bo'shliq bo'lib ko'rinayotganini, qaysi davrlar bo'yicha ma'lumotlar to'liq emasligini aniqlashga harakat qiling. Masalan, Dilnoza opa mehnat daftarchasini tekshirib, 1993 yildan 1996 yilgacha bo'lgan davr haqida hech qanday yozuv yo'qligini aniqladi. Aynan shu davr uchun unga ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Ikkinchi qadam, yetishmayotgan yoki noto'g'ri yozilgan davrlarni aniqlang. Yuqoridagi tahlil asosida aynan qaysi yillar, qaysi tashkilotlardagi ish stajingiz tasdiqlovchi hujjatga muhtojligini aniqlang. Bu yillarni va tashkilotlarni alohida ro'yxat qilib yozib oling. Shuningdek, agar siz maxsus sharoitlarda ishlagan bo'lsangiz, masalan, zararli muhitda yoki kam ta'minlangan oila a'zosini parvarish qilgan bo'lsangiz, bu faktlarni ham yozib oling. Bu ro'yxat sizning keyingi qadamlaringiz uchun yo'l xaritasi bo'ladi. 3-qadam, ma'lumotnomani qayerdan olish kerakligini aniqlang. 1. Mavjud tashkilotdan. Agar siz ishlagan korxona yoki tashkilot hali ham faoliyat yuritayotgan bo'lsa, bevosita o'sha tashkilotning kadrlar bo'limi yoki buxgalteriyasiga murojaat qiling. Ulardan sizning ish stajingiz, lavozimingiz, ish haqingiz va ishlagan davrlaringizni tasdiqlovchi ma'lumotnoma talab qiling. Ma'lumotnomada sizning to'liq FIH ingiz, pasport ma'lumotlaringiz, ishlagan davringiz, sana va oygacha lavozimingiz, tashkilot nomi va uning rekvizitlari, shuningdek agar kerak bo'lsa, ish haqingiz miqdori odatda eng yuqori 5 yil uchun aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Ma'lumotnoma blankada rasmiylashtirilib, tashkilot rahbari imzosi va muhri bilan tasdiqlanishi shart. 2 arxdan. Agar tashkilot tugatilgan yoki qayta tashkil etilgan bo'lsa va uning huquqiy vorisi yo'q bo'lsa, yuqorida aytganimdek arxivlarga murojaat qilish kerak. Dastlab sizning yashash joyingizdagi yoki korxona joylashgan hududdagi davlat arxiviga, tuman qahar davlat arxiviga, viloyat davlat arxiviga murojaat qiling. Ulardan tugatilgan korxona hujjatlari qaysi arxivda saqlanayotganligi haqida ma'lumot oling. Keyin tegishli arxivga ariza bilan murojaat qiling va ish stajingizni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasi so'rang. Bu jarayon biroz vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun sabrli bo'ling. Arxiv xizmatlari pullik bo'lishi mumkin. Pensiya jamg'armasidan maslahat, agar qayerdan ma'lumotnoma olishni bilmasangiz. Xalq bankining pensiya bo'limiga murojaat qiling. U yerdagi mutaxassislar sizning holatingizni ko'rib chiqib, qayerdan qanday ma'lumotnoma olishingiz kerakligi bo'yicha yo'l yo'riq ko'rsatishadi. Ba'zida hatto ular o'zlari ham ba'zi elektron ma'lumotlarni bazalardan topishga yordam berishi mumkin. 4-qadam, kerakli qo'shimcha hujjatlarni to'plang. Ma'lumotnoma olish uchun sizga ba'zi asosiy hujjatlar kerak bo'ladi. Ular quyidagilardir: pasportingiz, asli nusxasi, mehnat daftarchangiz, asli nusxasi, agar mavjud bo'lsa pensiya guvohnomangiz, asli nusxasi, nikoh guvohnomasi agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa. Bu mehnat daftarchasidagi ism familiyaga mos kelmaslik muammolarini hal qilishga yordam beradi. Farzandlaringizning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, agar bola parvarishlash bo'yicha ta'til davrini tasdiqlashingiz kerak bo'lsa. Harbiy bilet, agar harbiy xizmat davrini tasdiqlashingiz kerak bo'lsa. Diplom, agar o'qish davrini tasdiqlashingiz kerak bo'lsa. 5-qadam, hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtiring va topshiring. Ma'lumotnomani olganingizdan so'ng uni Xalq bankining tuman, shahar filialidagi pensiya bo'limiga topshirishingiz kerak. 1. Ariza yozing, pensiya bo'limiga borib, ish stajingizni qayta hisoblab chiqish yoki qo'shimcha stajni kiritish to'g'risida ariza yozing. Arizada o'zingizning FIingiz, yashash manzilingiz, pasport ma'lumotlaringizni ko'rsating va qo'shimcha qilinish kerak bo'lgan davrlar yoki sharoitlarni aniq bayon qiling. 2. Hujjatlarni taqdim eting. Arizangizga tayyorlab qo'ygan ma'lumotnomani, asli va nusxasini ilova qiling. Shuningdek, yuqorida sanab o'tilgan boshqa qo'shimcha hujjatlarning nusxalarini ham taqdim eting. Asli esa sizda qolishi kerak. Faqat tekshirish uchun ko'rsatasiz. Ro'yxatdan o'tkazish. Hujjatlaringizni topshirganingizda ularni qabul qilganlik to'g'risida ro'yxatdan o'tkazilganligini, kiruvchi raqami va sanasi talab qiling. Bu sizning murojaatingiz rasmiy qayd etilganligini tasdiqlovchi dalil bo'ladi. 4. Javobni kuting va nazorat qiling. Pensiya bo'limi sizning arizangizni ko'rib chiqish va tegishli qaror qabul qilish uchun ma'lum bir muddatga ega. Odatda bu 13 kunigacha davom etishi mumkin. Shu muddat ichida sizning pensiyangiz qayta hisoblanishi yoki qo'shimcha imtiyozlar tayinlanishi mumkin.
Agar javob kechiksa, o'zingiz borib yoki telefon orqali murojaatingizning holatini bilib oling. Qat'iyatli bo'ling va o'z huquqlaringizni himoya qiling. 6-qadam. Elektron tizimdagi ma'lumotlaringizni tekshiring. Bugungi kunda siz o'zingizning elektron mehnat daftarchangiz va ish stajingiz haqidagi ma'lumotlarni yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyToGov.uz orqali tekshirishingiz mumkin. Bu juda qulay va tezkor usul. Elektron tizimdagi ma'lumotlaringizni tekshirib, pensiya jamg'armasiga taqdim etgan ma'lumotnomalaringiz asosida o'zgarishlar kiritilganligiga ishonch hosil qiling. Agar o'zgarishlar aks etmagan bo'lsa, yana qayta murojaat qilib aniqlik kiritishni so'rang. Yana bir muhim maslahat, bu jarayonni pensiyaga chiqishdan ancha oldinroq boshlang. Ideal variant pensiya yoshiga yetishdan 1-2 yil avval barcha hujjatlarni tartibga solishni boshlashdir. Chunki arxivlardan ma'lumotnoma olish, xatolarni tuzatish yoki sud orqali ish stajini tasdiqlash uzoq vaqt talab qilishi mumkin. Bu oldindan tayyorgarlik sizning pensiyaga bemalol chiqishingizni va munosib pensiya olishingizni ta'minlaydi. Xulosa va yakuniy chorlov aziz do'stlar. Bugun men sizga nafaqaxo'rlar uchun juda muhim bo'lgan ma'lumotnoma hujjatining ahamiyati, uni qanday olish kerakligi va qanday qilib o'z pensiyangizni to'liq miqdorda olishingiz mumkinligi haqida batafsil ma'lumot berdim. Esingizdan chiqmasin, bu shunchaki bir qog'oz emas, balki sizning munosib kelajagingiz, moliyaviy barqarorligingiz va mehnatingizning qadrlanishi kafolati bo'lishi mumkin. Elektron tizimlar qanchalik rivojlangan bo'lmasin, ba'zida inson omili va eski hujjatlarga e'tibor juda muhimdir. Har bir kuningiz, har bir ish yilchingiz ahamiyatli va sizning haqqoniy mehnatingiz hech qanday muammosiz qadr topishi kerak. Shu sababli kechiktirmasdan bugunoq o'z hujjatlaringizni ko'rib chiqishni boshlang. Agar savollaringiz bo'lsa, bu videoning ostidagi izohlarda yozib qoldiring. Men ularga imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Shuningdek, bu ma'lumotni o'z yaqinlaringiz, qo'shnilaringiz va do'stlaringiz bilan baham ko'ring. Chunki ular ham bu haqda bilishlari shart. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki oldinda sizni yana ko'plab foydali ma'lumotlar kutmoqda. Sog' bo'ling va moliyaviy barqarorlikka erishishda omad tilayman.